Prezidentimizning notariat institutini yanada rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qanday maqsadlarni o'z ichiga oladi? Viloyat adliya boshqarmasida qaror mazmun va mohiyatini targ'ib qilish masalasida tashkil etilgan yig'ilishda shu kabi savollarga mutasaddilar tomonidan javoblar berildi. Ushbu qarorga ko'ra, demak, 2026-yil 1-martdan boshlab bazaviy hisoblashda 1000 baravarigacha bo'lgan nizosiz talablar notarius idoralariga murojaat qilishligi belgilandi. Ushbu talab bilan ilgari tumanlararo sudiga, shu tumanlararo sudning yurisdiksiyasida joylashgan 3-4 ta tuman, shaharlar bitta tumanlararo sudiga murojaat qilgan bo'lsa, endi notariuslar soni shu har bitta tumanda sudlardan ko'ra ko'proqligi bois ularda shu ishlarni tezroq ko'rib chiqishini ta'minlaydi. Qarorda belgilanganidek, notariuslar tomonidan ijro xatlarini yozish va bekor qilishda yangi tartiblar joriy etiladi. Notariuslar tomonidan ijro xatlarini rasmiylashtirish mexanizmini ishlab qo'yib berildi vazifa. Demak, bundan keyin endi bu nizom asosida biz bevosita kommunal xizmatlar idoralari, notarial harakatlar bo'yicha bitimlar bo'yicha, shuningdek uy-joy mulkdorlari shirkatlarining majburiy badallarni undirish, uy-joy ijaralari bo'yicha shartnomadagi majburiyatlar bo'yicha qarzdorliklarni undirish bo'yicha, demak, ilgari ushbu holatlar sudlar tomonidan sud buyrug'ini rasmiylashtirish bilan vaqt ko'p olar edi. Bugungi kunda hozir murojaat etish tartibi ham elektron notariusga. Bundan tashqari ijro xatlarini e-notarius platformasida bemalol onlayn rejimda ham rasmiylashtirish imkoni bor. Bu mexanizm bevosita fuqarolarimizga katta yordam beradi. Nafaqat fuqarolarimizga, balki yuridik shaxslarimizga, tadbirkorlarimizga o'z pullarini, ya'ni o'sha qilgan xizmatlar uchun, sotgan mahsulotlari uchun yoki olingan kreditlar uchun, qarzlar uchun undiruvni bevosita notariusda rasmiylashtirish qisqa vaqtda va ijroga qaratish. Yig'ilishda umumiy qoidalar, murojaat qilish tartiblari batafsil tushuntirildi. Fuqarolarimizni, mulkdorlarimizni qarzdorligi 1000 baravardan yuqori bo'lsa, notariuslar orqali sudga berishlari mumkin ekan. Sudga berishni bilmaydigan bo'lsaklarimizdan ham bor edi. Endi bu narsa yaxshi bo'pti. Notariusga borsa, notariuslar osonroq undirib berishga yordam berishar ekan. Yig'ilish qizg'in bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Kelgusida qaror ijrosini ta'minlashda hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olindi. Yig'ilish offlayn hamda onlayn formatda Zoom platformalarida tashkil etildi.